Dodam krevetka yeysizmi? Yaxshi ko'raman-ku. Men ham yaxshi ko'raman krevetkani. Shef bilan bir xil ekanmiz, tasodif qaranglar. Umuman krevetka yemassiz-ku. Siz qayerdan bilasiz? Aralashmang. Men krevetkani sevaman. Dodam dog' bo'lib qolmasin. Menga ham krevetka beringlar. İçtin sen bana? Ya dada krevetka yegandim. Krevetka? Krevetka. Ya ola, umringda biron marta krevetka yeganmiding? Bir yeb ko'ray dedim-da. Qoching, o'zim ochaman. Ya, assalomu alaykum dodam, chiqing. Xullas ertaga ihsonlik qilmoqchiman. Kim qo'shiladi? Ya, siz ham ehsonlik qilishni yaxshi ko'rasizmi dodam? Ya, men ham ehsonlik qilgim keladi. Har doim ehsonlik qilib turaman. Bir xil ekanmiz dodam. Bo'ldi, ertaga kutaman unda. Bo'ldi. Jonivor. Nima qilyapsan-da? Dada, qo'yni sotib ehsonlik qilmoqchiman. Yo'q, padaringga la'nat. Biz o'zimizga ehsonlik kerak deb turibsiz-ku. Ya, ozgina och qolsak o'lmaymiz. Shef kelmadimi, shef? No'bret. Dodam siz ham futbol ko'rasizmi? Yamanni qarang, o'ynashini Yamanni. Qaysi komandasiz? Realman. Mana Realman. Dodam bilan bitta komanda ekanmiz. Barsan kiyimini kiyib olgansiz-ku? Yo'q, просто рабочий molpolni tagini tozalashga endi Realni kiyimini kir qilmasak kerak. Dodam. Davay Mbappe super. Dodam? Nimaga avtobusda ketyapsiz? Ha, shunaqa ora-orada avtobusda yurishni yaxshi ko'raman. Nima bu? Tasodifmi bu? Men ham doim avtobusda yuraman. Ishga ham avtobusda, uyga ham avtobusda. Bir xil ekanmiz-ku, dodam. Bitta ona tug'maganmiz-a, dodam. Yuringchi. Shefim, dodam, sizga ham men to'layman. To'lamang, xo'p? To'lagancha. Har doim avtobusda yuraman deb alagan ekansiz-da? Nimaga? Eshitmadingizmi? Birinchi yanvardan boshlab avtobuslarda naqd pul olishmayapti. Mana Atto kartasi orqali yoki Atto ilovasi orqali to'lashyapti. Bo'pti, infokioskga borib chipta sotib olib kelaman. To'xtang, borib o'tirish shart emas. Shunda kartangizni ilovaga ulab qo'ysangiz bo'ldi. Xohlasangiz kartadan, xohlasangiz ilovadan to'lab tushib ketsangiz bo'ladi. Ham naqddan ko'ra ancha arzonroq. Kulmang. Ya, qochib qo'yibmanmi, kulyapsiz? Buncha umidsiz, shefim. Dodam. Dodam. Parod bo'ldi. Menga qarang. Nimaga bunaqasiz? Shef nima qilsa shuni qilgis keladi. Ertaga shef tomdan tashlayman, sizdan tashlaysizmi? Tashlayman. Maqsad nima? Maqsad shefni ketiga kirib olib, kelajagimni yaxshilash.